Do'stlar, qahvasiga keldik. Da pul berib kirsa ham. Hozir o'zi Karasevda Qomolli uy ekanmiz. O'sha joydaman, ya'ni Kemalli uydaman. Va hozir biz qahva ichamiz. Emmini qahvaxonasiga kelyapmiz-da. Do'stlar, sizlar so'radinglar, men chiqardim Istanbuldagi ikkinchi vlog, ya'ni Turkiyaning o'zim ko'rgan eng mashhur seriallaridagi joyga borib ko'rganman. Qashqalar makoni, Chuqur, Karasevda, ya'ni birikta serial olingan joyga borganmiz. Albatta do'stlar, birinchi qism sizlarga juda ham yoqibdi. Men kutmagan natija bo'ldi. Sizlarga rahmat kattakon, hammanglarga rahmat kommentariyada qo'llab-quvvatlaganinglar uchun va hatto kamchiliklarni ko'rib chiqdi. Xudo xolisi bu videoda buni xatolar bo'lmaydi. Bo'lsa ham uzr so'rab qolaman. Va do'stlar, sizlar iltimos 1,5 mingta obunachi qilib qo'yaylik. Ozgina qoldi, 3 mingta bo'lib qoldi. Bu maksimum poddesh qiladi va sizlar uchun yana ikkita vlog video qilganman. Juda ham yoqadi deb o'ylayman. Albatta do'stlar, bu videoni boshladik. Aytganimdek, videoga like bosib, kommentariy yozib qoldiring. Yana qanaqa vlog chiqsa Toshkentdan yoki qanaqadir ideya bersanglar qilamiz. Albatta bu kanalda maksimum tarzda yurg'izamiz. Gapim cho'zilib ketdi, bo'lmasa videoni boshladik. To'xtanglar. Aytgancha bu videoni oila davrasida bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Aniqrog'i bu videoda umuman so'kinish va haqoratli so'zlar eshitilmaydi. Boshladik endi. Salom, bu ikkinchi qismi. Bugun biz Turkiya seriallari olingan joyga boramiz. Seriallar o'sha mashhur o'zim bilgan, o'zim ko'rgan seriallar bilsam bo'ladi. Olgan joylarga boramiz, o'sha taniqli joylarga. Albatta videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu Turkiya to'g'risida ikkinchi, uchinchi video bo'ladi, chunki har xil video qo'yman, kanalga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Albatta vlog olindi, serial olinyapti, yana bitta video olinadi. Ikkita общий 4 yoki 5 ta video chiqadi albatta Doniyor akam bilan birga. Da do'stlar, shunaqa obuna bo'lib qo'yinglar, bo'lmasa biz videoni boshlaymiz. Basharam oppo do'stlar, chunki ichkariga kiramiz, shunga oqartirib qo'ygandim. Va hozir biz qahva ichamiz. Emmini qahvaxonasiga kelyapmiz-da. Mana shu joyga kelyapmiz, xudo xolasa, qani. Chiqilib, bu yerda pul bo'lmasa bo'ladi. Choy ichib turaman, rasm o'tiribdi. Voh, mana. Voh. Mana. Kadar bileği yolla. İşte mert odur ki yüreği kadar bile yolla. Po'lat bilan Elif katta ehtimol bilan shu o'rindiqda o'tirib suhbat qurishardi. Po'lat ham o'zi kelardi, buni bilasizlar. Aniq ma'lumot yo'q, chunki nima desanglar, o'rindiqlarni juda ko'p olinib tashlangan va eng yaqini va umuman to'g'ri rakursga tushadigani ham aynan shu bo'ladi. Do'stlar, hozir biz bitta bonus joyga kelyapmiz. Hozir ko'rsataman.
Ana Instagramda hamma ko'rgan bo'lsa kerak, menimcha. Instagramda ana joy bor. Ana zonchikli joy bor. O'sha zonchikli joyga kelamiz. Yana serial olgan joyga o'tamiz. Hozir o'zi Karasevda Kamolli uyga kelamiz. Atmosfera вообще zo'r, Osiyo taraf sokin, juda ham sokin ko'rib turganinglardek o'tib mana. Va hozir ana teparoqda, ozgina teparoqda odam juda ham ko'p bo'lib turuvdi. Mashinani biz dengiz bo'yiga qo'yib yotuvdik. Keyin mana bitta joy chiqib qoldi. Doniyor aka ko'rganmisiz o'zi? Karasevdami? Yo'q. Ko'rmagansiz, realni? Men o'zi turk seriallarida Kurtavadisini ko'rganman. O'sha bosh chiqqanda, yoshligimda. Chuqur ko'rdim. Hop. Bo'ldi. Eshraf birinchi sezonni ko'rdim, bo'ldi, boshqasini ko'rmadim. Men Karasevdan 2 marta ko'rganman. Oxirigacha emas, normalni ko'rib qo'yganman. Bilaman u qanaqa joylar, nima cho'kchimi, oxirini o'lishini chuqur ko'rganman, ichkaridan ko'rganman. Ko'p, короче, o'shaning uchun hozir menga qiziqayotgan joylarga boryapman biza. Va Kemalni uyga olamiz. Umrimda kelmasdim bunaqa joylarga. Hozir eshitilmaydi, Xudoga shukr. Umrimda kelmasdim deyman bunaqa joylarga. Mana sekin chiqamiz. Odam turuvchi shekilli qayerdadir. Qaytmoqchi uymi? Yo'q, bu emas. Bu emas, bu. Teparoqda u. Odam ko'p bo'lib turdi deydi o'zi. Bitta odam turdi. Ha. Qanaqa deydi? Qaraj ish qilib, Bilasan bu uyda. to'g'ri kelayotgan. Mana ham bo'lish kerak ekan ham. Mana bu uy bo'lish kerak katta ehtimol. Shu uy bo'lish kerak. Mana ko'ramiz. Mana shu bo'lish kerak. Mana ko'ramiz. Da. Katta ehtimol. Bilmasam shumidi yo'q. Siz bakıyorsunuz. Bu giriş var mı? Para. Qaysi to'xtang, menmi yoki edi? Men topolmayman. Ani bo'lsa kerak. Isdan chiqdi. Mana. Mana. O'sha joy. Qatladan kelmadi emasmi, bilasam? Eshitilmaydi, qaror. Qatladan kelmaydi, olyaptilar. Bu joy mana do'stlar. Siz ko'rsam. Mana. Bosh urgancham taqqa deb. Ot mana. O'sha joydaman, ya'ni Kemalli uydaman. Kemal uyiga keldim. Hozir ichkariga kirib ekskursiya qilamiz. Odam bo'ladi 100 talik bo'tdi. Bo'lar ekan mana. Ko'rganinglar. Xo'sh do'stlar, Karasevdan uyga kelgandik. Kemalli ichariga kirishimiz kerak edi. 300 lira edi o'zi. Men ko'rganman, undan ham arzon edi. 50 ming so'm edi. Opa ginat qildilar 1000 lira deb. Men tashqaridan ko'rib ketamiz. Qachon men xursandman lekin ko'rsam bergan ko'rsingni. Şey omalaring dedi, men bitta olmadim. Men ham xursandman, juda ham zo'r. Ko'rayotganlaring mana. Shunaqa opangizga o mana ham kuchli turardi. Men shu kuchni ko'rganman, internetda ko'rdim. Realni aytaman, anaqa kil olmay. Bir o'xshaydi. Yo'q, xuddi shu edi. Faqat sal kirroq edi. Shunaqa zo'r. Aynan shu joyda esa Nixon bilan Kemal birga o'tirib suhbat qurishgan. Va endi men juda ham ko'rish xohlagan joy, ya'ni chuqurga yo'l oldik. Do'stlar, chuqurga keldik. Xudo xolisa, chuqurga kiradigan joy, menimcha, o'g'lan to'g'ridan kirilishi kerak, katta ehtimol. Nilxon onasidan kiriladi, juda ham chiroyli tabiatda. Hozir kirilishni ko'ramiz. O'sha mana kiyganimiz burayan balatamiz. Kiyganimiz bilindi, chunki bolalar ham sal nidago'roq, basharasi nidada bildim. Hammasi kashanda bolalar bo'ladi-ku, yosh bolalar, mendan ham yosh bolalar. Kiramiz hozir xudo xolisa chuqurga.
Men короче keyin aytaman uni. Kirib olaylik. Do'stlar, chuqurga keldik. Kan, mana. Mana chuqurga qadar haqiqiy hayotda ko'raman. Qisming. Ana so'zlar yozilgan, o'sha qatni topsam bo'ladi. Ko'pini to'tashgan, ancha devorlar chunki yozilgan bo'lib turadi. Rasmiy olib. Ha? Xo'jam bu. Chuqur boshlandi do'stlar. Haqiqiy atmosfera. Juda yaxshi hayajonlanib boshlanadi. Chunki men eng yaxshi ko'rgan seriallardan bittasi olingan joy ekan. Bu juda yaxshi. Pasport. O, tepaga chiqib olib yurardi. Men tepalarda yonarga. Esimda. Mana chuqur. Qaqqa. Nima? Mana. Ha? Yo'q. O'tmasanchi. Ben savaş tuttu. Bildik oğlum. Üstkende gollar ya. Ben ana kadar ben çıkıyorum zaten. Pardon. Do'stlar qahvasiga keldik. Faqat yopiq. Bana yapılır. Ha, faqat mikrofon bor, faqat yopiq. Mahmud anaqani joylar edi. Muhiddin og'ani. Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandık, inanlar bokuna. Rasmi var, 21 yıl olingan. Da imonamda do'stlar qahvasi. Yonida agar kirish iloji bo'lsa kirardik, pul berib bo'lsa ham. Kirish yo'q. Mahmud deydi, mana shu yerda. Da pul berib kirsa ham. Mayli. Yo'g'on, hozir aylanamiz, baribir kiyamda hisobda. Eshitilyapsiz azizman. Men mikrofon azizman. Men mikrofon. Mahmud uy bo'ladi ekan. Da. Bularni biz tashlayotgan xolos. Da mana uy bo'lardi, buz tashagan. Yana pastki qatorda mana bitta mashina turardi. Mashina turardi bitta, anaqani. Idris otani mashinasi turardi Mersi. Mashinasi ketardi. Mana bitta Cheto anaqalar bilan tepada ko'rib o'tirardi. Kinoteatrda Cheto bilan mahsun kelayotganda bir-birini keyin tepada hammalik o'tirib ishlayotgan. Sanalarda Massiv uy bo'ladi, ana qani. Burchayda. nima edi? Harakat. O'zi qizi bor. Qari anaqani. Kim edi? Akasi. Ha, o'ge. Vartulu. Ha. Ha, o'ng tomonda bo'lardi. Men olayman. Shunaqa gap rasmiy oling, rasmiy olib qo'ying. Yaxshi. Chuqur oling. Shunaqa. Yamtam oling. Zalim ne olacak benim halim. Bu nasıl bir derttir, dermanı yoktur. Bedenimde değil ruhumda sızım. Görünmez bir yara acısı çoktur. Bedenimde değil ruhumda sızım. Ruhumda sızım, ruhumda sızım.